Ben müşk yigit. Ben müşk yapılan kız. Ben potmuçuk polvon. Biz yolga çıktık. 他们能拯救世界，谁是那些英雄？来这是给你看。水翼小英雄就是我们，水翼小英雄就是我们。大家在睡觉，大气粉碎，是下世纪。Oğlumla konuq düşürüşünü bilmeymen. 水翼小英雄就是我们，水翼小英雄就是我们。 Bizgen uxlash yerine gelmedi. Müşk yapılan kızdan uçar dinozavr krizisi. Tez kelinglar, muzeyda yangidan dinozavr ko'rgazmasi ochilibdi. Bir cho'ng uchar dinozavr bor ekan. Wow. Bu yoqqa mayli, dal bu yerda Emma. Emma, tez bu yoqqa kel. Qanaqini? Abla. Qanna, bana külgürek nari bor? Mening joyanalı külkülük. Faqat külgüdek yeri yo'q. Birodarlar, bo'ldi urushmanglar-chu. Biz yanala uchar dinozavrni ko'raylik. O to'g'ri deydi. Bu ishni unutib ketgan bo'lamdi. Ammo ma'na ma'qul bo'l. Ma'qul. Men Yo'q, Qanna, Emma, tez bu yoqqa kelinglar. Nemish bo'ldi? Uchar dinozavr mushada bo'lish kerak edi, biroq uni boshqalar olib ketibdi. qamqima giri. Uni cho'qim topalaymiz. Uxlash kiyimlik azmatlar aqtlayli. Sig'ib kirib kechiga qutqizimiz dunyoni. Shaharda har kuni kechida azmatlardan tarkib topgan bir atrof taxt bo'lib turadi. Ular jinoyatchilarga jasurlik bilan zarba beradi. Giri bo'lsa, Men potmuchuk polvon. Konno bo'lsa, Men müşk yigit. Emma bo'lsa, Men müşk yapılan kız. Biz uxlash kiyimlik azmatlar. Mening müşk mashinam qoldirayli. Aldırma müşk yigit, avval mendan kechirim so'ra. O, muzeyxonda seni qo'rqitib yotganligim uchunmi? Ma'qul, to'lim xijilman. Mangayli. Müşk yapılan kız tez bo'l. Mushundaqlama, sening samimiyatini his qilolmadim. Bo'ldi, müşk yapılaq qiz. O'tkir ko'zlaring bilan Romeoni izlab boqqin. Sen mendan kechirim so'rasang shunday qilaman. Kechirim? Birodarlar, Bo'pti, meni kechirgin. yana birodarlar. Bo'ldi, men hozir o'rnimizni muqimlab boqay. Dinozavr uchyotidi. Davrni chiqaribdi. Qaranglar. Bu shunchalik dinozavrdan qo'rqib ketish to'limi qo'rqinchli. Romeo? Kechiringlar, mening uchar dinozavrim sizlarni qo'rqitibdi deyman. Yung top qo'yib berilsin. Men eng qattiq buncha cho'ng dinozavrning modelini mendan boshqa yana kim o'g'irlab, yana uni uchira olsin. Biroq u sening dinozavring emas, biz uni qaytarib kelaylik. Uxlab tushing. Men avval bu dinozavr bilan ko'pchilikni qo'rqitaman. Ondan bu muzeydagi boshqa dinozavr bilan toki butun dunyoni kontrol qilguncha dunyodagi hamma odamni qo'rqitaman. Bunga yo'l qo'ymaymiz, Romeo. Ha, mundaqda avval qani buni to'sib baqa. Ava aslanı belki qo'rqitib. Bo'ldi, endi ufchayli. Ufchi, qani ufchi. Qo'rqitadigan yana bir arsa bor ekan. Kilar qatam uxlash kiyimlik azmatlarga taqobil turish uchun bu qoltis mashq bo'g'dak. Men bu yerda aslanchaq. Nima? Chatga o't aslanchaq. Men ko'ramadim. Men müşk rosa pek üş. Müşken o.
Biz Romeo dinozavrni yasashdan burun onun tuyuqsiz zarba berayli. Biroq meni musiqani qo'rqitib etganing uchun mendan samimiy kechirim so'ra. Men kechirim so'rab bo'ldim, mushkapla qiz. U faqat bir chaqchaq-ku. Bo'pti, undaq bo'lsa men Romeoni o'zim izlayman. Yo'q, mushkapla qiz. Biz o't ketib qilishdan burun sakrab chiqib olaylik. Tayyorlik. 3, 2, 1. Yo'q, to'xtab tur. Tangdasiz mushuk sakrashi. Seni tutaman, Romeo. Mushkapla qiz, sen nimishqa bunda qilasan? Sen buni nimishqa bunda qilsan? Sen Romeoni qochirib etdin. Mendan xafa bo'lib uchib kelib meni so'qiyotgan aniqtirsa, u shunga qochib ketdi. Kim seni musiqani meni qo'rqitasin debdi? Birodarlar, hamma yerda donqiba, uxlash kiyimlik asmatlar, xuddi mushuk bilan mushuk yoplaqdek bitishmayotanda. Bir sakrabda ustiga chiqaman. Tangdasiz mushuk yigit qo'rqinchoq quchar dinozavrning lapang'ishib turgan quyrug'ini tutib oladi. Men quyruqni lapang'ishib seni tushirib yediman. Eng yaxshisi berib unga yordam qilay. Tangdasiz bir qanati. Nima? Uchar dinozavrning tizginiga patma chiqib polvon. Yüzden toshqir magnit taxsi. Qo'chdi. Wow! Bunu boshqarmoq ajab tezkan. Biroq men qila oldim. Xuddi o'yin o'ynagandek. Faqat bo'ldi. Fatma chiqpol va uslubidagi dinozavrning laylishini ko'raylikmi? Voy yarmasatlar! Meni tez tushirib ver. Bunda chatoq yo'q, hozirli yerga qo'nasan. Wow! Biz qila oldik. Hala yaxshi qilding, uxlash kiyimlik azmat. Mushkapla qiz, boya sen meni qutqizib olding. Biz aplashib qoldik, shundaqmi? U faqat Romeoni mag'lub qilish uchun meni qo'rqitayotgan ishni bu shunday qilib tugaydi deb qamma. Men sendan kechirim so'rab bo'ldim. Uning ustiga ancha qo'rqib ketmading. Yo'q, ben qo'rqib Ma'qul, ketdim. undaqda biz aplashib qolmamdik. Shundoq aplashib qolg'im yo'q. To'xtab tur, mushkapla qiz, undaq qilma. Mushuk yigit, buni boshqarmoq bek tezkan. Buning bilan qarim yo'q. Men mushkapla qizga yetishib olib uningdan kechirim so'rayman. O uchar dinozavr degan meni. Voy onam-ey! Yo'q, tezginak. Ha? Endi men uchar dinozavrimni qaytirib kelalaydigan bo'ldim. Uni ustiga yana bir umaq aslanchaqni tutib oldim men. Shun tutib ol mushuk yigit, men senga yordam qilaman. Mushuk yopiloq qiz, mushuk yopiloq qiz, mushuk yopiloq qiz, mushuk yopiloq qiz. Meni qutqizinglar. Mushuk yigit, sen nima qilyapsan? Qilib qoldim. Men uchar dinozavrni kontrol qilib sana yetishib olib, sen bilan davomli do'st bo'lay degan. Biroq hozir Romeo tezginakni yana ilib oldi. Ikkimiz albatta yanada do'st. Buni hammasi mening xatoligim. Sen bilan burunroq gaplashib qolsam bo'pti-ku. Ha, tozimi bir kimning qariya? Mushuk yigit. Uxlash kiyimlik azmatlar o'ttirg'i chiqdi. Mushuk yigit, to'lama xijilman. Men sen bilan gaplashib qolaman. Rosmo? Hamma ish oxirlashdi, Romeo. Mening do'stimga hech qanday qadam ziyon yetkazolmaydi, meni cho'qitib ol. Meni cho'qitib ol.
onu tepemiş ki. Tizgin akını. Minut sen brenesini düşürüp koydun mu kanda? Rom yok. Nime? Yok. Bana kişi var mı? Yok. Men açamda onu uzun vaqt chiqarmaymiz, xo'dayman. Uxlash kimlik azmatlar birlikda tantan qilaylik. Har bir tunda ichida quzimiz dunyoni. Çoğun uçar dinozavr değil muşyedi buluş gerek. Kamiron, bu işin qamlashmadi. Oldin qaytib imonning qatı qo'qib ketganligini ko'rmadingmi? Ko'chirgin. Shundaqli tugamda. Hech qisi yo'q, bu faqat bir chaqchaq emasmi? Kechirim so'rashini qabul qildim, Kamiron. Keçironlar faqat chidiyolmadim.